Diqqat, shoshilinch xabar. Samarqanddan va Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyotlar dron hujumiga uchradi. Ayanchli fojia yuz berdi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyot havo hujumi sababli Sankt-Peterburgga qo'ndi. O'zbekiston Airways'ning 611 reysi Vnukovo aeroporti tezkorlik bilan yopilgani sababli Sankt-Peterburgga qo'ndi. Boeing 767 samolyot ekipaji havo hujumi tufayli qo'llanilgan cover Glam rejasi asosida Vnukovo aeroportiga kirish mumkin emasligini bilib, zaxira aerodromga yo'nalishni o'zgartirishga qaror qiladi. Samolyot muvaffaqiyatli qo'ndi, barcha yo'lovchilar xavfsiz joyda, deyiladi xabarda. Barcha O'zbekiston fuqarolarini Alloh asrasin. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostiga like bosib, videoni yaqinlarga ham yuborib qo'ying.